inson edi. Bir oddiy inson. Islomni urug' qilib charchqan. Islomni gul g'unchi qilib ochqan. Islomni xalqning qalbiga o'ygan. Islomni millatga sungan. Uning hurmatiga o'zini qurbon qilgan. Uning sharafiga o'zini sharbat qilgan. Uning uchun zolimning zulmidan qo'rqmagan. Uning uchun kepanga o'z roziligi bilan o'ralgan. Uningga ishongan insonlarga o'rgatkuchi bo'lgan. Uningga ishongan insonlarga to'g'ri yo'llarni ko'rsatgan. Ömrü o'tdi, haq yo'ldan ozmagan. İbadetga hech bir zaman qolmagan. Oddiy sodaligi bilan to'nilgan. Mehr shafqati bilan insonni tovlagan. Güzel axloqi bilan insonlikni o'rgatgan. Millatning ko'zini ochgan. Diliga islom nurini chochqan. Bir islom olimi edi. İslam üçün kafirning qarshisida tikilgan. İslam üçün zulmdan qochmagan. İslam üçün kafirning zulmiga bosh egmagan. İslam üçün shahodat bilan shahid bo'lgan.